Mana bu videoni bir ko'ring va suhbatimizni keyin davom ettiramiz. Bittasi o'zi xat yozgandan keyin boshlangan. Ya'ni Kimga xat yozgan? eng yaxshi ko'rgan odamingga xat yoz deganmiz ingliz tilida. Ingliz tilini yaxshi o'rganayotgan darajasi. Bu so'z boyligini oshirish uchun Oshirishini keyin u xat yozgan. Biz o'ylaganmiz onasiga yozar, akasiga yozar, kerak bo'lsa sahobalar ekan, kumirlariga yozar. U yozgan. Dear Yankimi bir narsa deb boshlagan. Qadrli faloncha. Men seni shunaqa yaxshi ko'ramanki, ko'zlaring bunaqa, sochlaring bunaqa, qomading bunaqa. Bunaqa yozgan. Yer yuzidagi hamma odamlar bizni birga bo'lishimizga qarshi bo'lsa, men ishonamanki, albatta birga bo'lamiz. 7-sinf qiz. Men jahlim chiqib ketib qoldi keyin. Shu koreyalik xonandaga yozganda testda tarkibidagi. Keyin bilasizmi, yo'qotyapmiz-da qizlarimiz. Keyin jahlim chiqdi-da, undan bitta kichkina bo'lgan sinf vakillari kirib so'radi. Bittasi haqida nima deysizlar? Hammasi bir-biriga qarayapti qizlar. O'g'il bolalar emas, o'g'il bolalar bilmaydi ham bitta ikkitasi. Qizlar bir-biriga qarashyapti. Hayron bo'lib, yo'q, anaqa qilmaylar, men o'zim ham qiziqib qoldim. Hamma yaxshi ko'rar ekan. Ularni musulmonlarga simpatiyasi ham bor. Videodagi bu odam Doniyor aka Nasriddinov va bu odam bugungi kunda jamiyatimiz, millat, xalq, yoshlar ilmli, ma'rifatli, ziyoli bo'lishligi uchun bor kuch-g'ayratini safarbar qilayotgan va qo'lidan kelgan barcha ishni qilayotgan bugungi kunda zamonaviy jadida millatparvar, vatanparvar inson sifatida men hurmat qilaman va hurmatim cheksiz. Akamiz bu videoda ko'tarib chiqqan mavzu bugungi kunda yoshlarimiz orasida, yosh qizlarimiz orasida ommalashib borayotgan BTS qo'shiq jamoasi va chet tillari o'rganishdagi mana shu yoshlarimizni o'zga madaniyatda vakillariga muxlislik, kumirlik qilib ularga ko'r-ko'rona ergashishi. Bugungi kunda qizlarimiz mana shu qo'shiqchi guruh yigitlariga qaysidir ma'noda oshiq bo'lib qolishligi yoki bo'lmasa ularga nisbatan o'zlarini tuyg'ularini oshkora, ko'r-ko'rona izhor qilishlari. Har qanday chet tilini o'rganishdan avval inson o'z milliy va diniy qadriyatlari borasida yaxshi bilmas ekan, ana o'sha o'rganayotgan chet tili yoki o'sha madaniyat iskanjasiga tushib qolish ehtimoli juda ham katta. Tasavvur qiling, madaniyat bu qurol. Siz esa o'z madaniyatingiz va qadriyatlaringizni o'rganmasdan, ya'ni shular bilan qurollanmasdan turib o'zga bir tilni va madaniyatni o'rganish uchun yo'lga chiqyapsiz. Va siz bu qudratli, kuchli qurol qarshisida qurolsiz, himoyasiz shaxssiz. Tabiiyki sizda o'z qadriyatlaringiz va madaniyatlaringiz borasida immunitet bo'lmasa, o'zga bir madaniyat sizni yutib yuboradi. Sababi biz xohlaymizmi, yo'qmi, chet tili bilan birgalikda o'sha o'rganayotgan chet tilimizni madaniyati, qadriyatlariga ham kirib boramiz. Agar biz o'zimizni qadriyatlarimiz borasida immunitet hosil bo'lmasa, o'zga madaniyatni, tilini o'rganayotgan vaqtimizda har qanaqangi holatda biz o'sha madaniyat ta'siriga tushib qolamiz va dunyo qarashimiz shakllanadi. Ikkinchi eng dolzarb masala bu qo'shiqchi BTS jamoasini qizlar orasida haddan tashqari mukkasidan ketgan holatda fanatlik qilishligi. Ya'ni men video izohlarini ko'ryapman, juda ko'p qizlar bu yerda Doniyor akani BTS borasida bildirgan fikrlarga salbiy fikrlar bildiryapti va bu juda ayanchli va qo'rqinchli holat. Mana shu qizlar ertaga farzand tarbiya qiladi, ummat tarbiyachisi, millat tarbiyachisi bo'ladi va biz bugun millatni tarbiya qiladi degan qizlarimiz qayerdagi bir erkaklik rujulati bo'lmagan yot madaniyatni bir vakillariga fanatizm, muxlislik qilishi va mana shu ruhiyat bilan ertaga u qanday qilib farzand tarbiyalaydi? Qanaqasiga men shu narsa ongimga sig'dira olmayman, hayolimga sig'dira olmayapman. Men qanaqa qilib farzand tarbiya qiladi? Ya'ni farzandini shular kabi tarbiya qiladimi? Bu yerdagi yigitlarning aksari, men yigitlar deyishga ham ba'zi tilim bormaydi. Eng qo'rqinchli joyi bo'lajak ummat tarbiyachilariga, millat tarbiyachilariga o'z farzandlarimizni tarbiyasini ishonib topshirishimiz bu juda ham qo'rqinchli holat. Men xohlardim, jon singillarim, jon opalarim, bu yo'lingiz xato. Sizni fanatlik qiladigan shaxsiyatlaringiz boshqa. Shaxsiyatni bu darajada ulug'lab yuborish, shaxsiyatga bu darajada sig'inib yuborish qo'pol qilayotganda fanatizm bunaqa kuchayib ketishi oxir oqibat yaxshi emas. O'zimizni qadriyatlarimizni yaxshiroq, mukammalroq o'rganaylik va keyin urchayotgan bu muammolarga befarq bo'lmaylik. Yoshlarni, yosh qizlarni, singillarimizni, opalarimizni kuzataylik. Mana eshityapti, nimani tinglayapti, kimni kuzatyapti, e'tibor qarataylik. Chunki bu qizlarimiz, bu yosh avlod ertaga bu xalqni, bu millatni tarbiya qiladi va tarbiyali insondangina tarbiyali jamiyat, tarbiyali insonlar dunyoga keladi. E'tiborli bo'laylik, ilm olaylik, to'g'ri insondan, to'g'ri shaxsiyatlardan madaniyatni, qadriyatlarni va dunyo qarashni o'rganaylik. Salomat bo'ling.